keldi. Ularga muhim topshiriq berildi. Tinchligimiz xavf ostida. Sinovli kunlar yaqinlashmoqda. Lekin sizlarda tanlov bor. Yoki ish joyingizga qaytib xizmatingizni davom ettirasiz. Yoki hayotingizni xavf ostiga qo'yib, jinoiy guruhni fosh etishda ishtirok etasiz. Biz tayyormiz. Ular tinchligimizga ko'z tikkan tashqi kuchlarga qarshi chiqishdi. Chunki biz yurtimizni himoya qilishga qasamyod qilganmiz. Ularni bugun to'xtatmasak, ertaga kech bo'ladi. O'ylab ko'r. Biz keyingi jinoyatni oldini olishimiz mumkin. Bu qarorni faqat men qabul qilaman. Tezlashamiz, tezroq! Biz boshqaruvni o'z qo'limizga olishimiz kerak. Olg'a! Jonini xatarga qo'ygan 3 o'g'lon, mardlik va jasorat timsollari. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tizimiga qarshi bir qancha xatti-harakatlarni amalga oshirganlikda shubhalanasiz. Shunday ekan, qo'lingizni ko'taring. 3 qahramon tez kunda yurtimiz kinoteatrlarida.